Salom bolalar. Bugun men o'rtog'im Shohbuz salom berdi. Hammaga salom. Roblox'da o'zini hozirchalik eng mashhur o'yini yoki eng mashhurlardan biri bo'lgan 99 kun yashash kerak bo'lgan o'rmonda o'yinni o'ynaymiz. Shaxsiy 99. miniyalarimizni beramiz. O'rtoq bunaqa. O'zimizni miniyamizni yetamiz. Shuning uchun Obzorimizni aytamiz. ha. Yoqmagan narsasini aytamiz. Да. Bu просто xudosh desa ham bo'ladi. Kim biz bilan o'ynash niyati bo'lsa, kommentariyada chat nikilar bilan nechta kun o'tganinglarni yozib qo'yinglar. Birga o'ynaymiz. Ha, birga o'ynaymiz. Komandaga qo'shib birga o'ynaymiz. Qisqa syujetni qisqachasiga aytib berishga harakat qilaman. Syujet bo'yicha 4 ta bola 4 tada yo'qolib qolgan o'rmonda o'shalarni qutqarishga kelganmiz biz. Bu почти haqiqiy hayot bo'yicha olingan syujet. Asoslangan qisqasi. Ideya. Ha, asoslan. Ideya shundan olingan, haqiqiy hayotdan olingan. Ozgina o'zgartirishlar bo'lgan. Unda odatda shunaqa bo'ladi. Lekin syujetda hozir ham unchalik bilib bo'lmadi hech kim. Normali bilolmay turibdi. Shuning uchun biz video olamiz. Lekin bu syujet haqida emas. Так что syujet o'zi o'yin o'zi haqida gapiramiz. O'yinning asosiy maqsadi aytilgandek 99 kun yashash va ikkinchi narsa xohlasanglar bolalarni qutqarishinglar mumkin. Nega desa, unaqa обязательно emas. O'ylaganinglarda. Qutqarsak, просто kunlar tezroq o'tish boshlaydi. 2x shunaqasiga borish boshlaydi. Boshida bizga beriladigan bir nechta narsalar bor. Va bulardan biri meshok, muqobcha va bolta. Sunduqlardan narsalar tushirish mumkin. Har xil. Tematikaga mos kelmasligi ham mumkin-da, tan olaman, lekin tushaveradi. Bu Roblox. Ba'zi o'yinlar shunaqa bo'lishi kerak. Chunki hozir yangi yilga obnovleniyadan ham shuning uchun o'zgartirishlar qo'shilgan. Da, keyin ham yangi yil bilan oldindan tabriklab qo'yamiz. Hammani. Yaxshi o'tkazinglar va hammaga keyingi yil yaxshi anonni tilaymiz. Mana Saidahro bu yildagi maqsadlardan bittasini qildi. Bu nima edi? 0. B2. Da. Bu ingliz tilidan O'zbekistonda nima edi? B2. Da. B2mi? 0 bo'yicha aytadigan bo'lsam, alt faqat o'zbeklarga. Ha. Boshqa idea kelmadi tushuntirish bo'yicha. Men ham bilganman. Hozir reklama qilish mumkin. Pul berishmagan bo'lsam shart emas. Strategiya ustozim. Ha, ma'lum. Edison Alts Complex degan anunda Edison Alts Complex degan bitta o'quv sentri bor. O'sha yerga maslahat beraman. O'sha yerda ismidan bilsa bo'ladi. Alts o'qishinglar mumkin yoki Sefer. O'sha yerda maslahat beraman shaxsan o'zim. Lekin mayli, o'yinni o'ziga qaytish kerak bo'ladi. Hozir men shaxsan yana bitta mexanikalardan biri ribalka yangi javnaqa yangi bo'lmasa ham boshida bo'lmagan lekin. Bu ham to'g'ri. Shu yerda ekrani bitta plyusi keladi. Yaxshigina obnovleniyalar tez keladi. Qolgan o'yinlarga qaraganda. Unaqa sekin emas. Bu ham to'g'ri. Haqiqat. Har hafta obnovleniya chiqishi ko'proq. Ba'zilar uzoq bo'lib ketishi mumkin, no borsiz. Balkim vaqt ichidan tashqari boshqa ish qilardik.
Bolachani oxirgi borsini Unda topolmayman. bolalarni ham qutqarish mumkin. O'rtoq qutqarib bo'pti desa ham bo'ladi. O'rtoq kalit. Почти. O'rtoq Kalit yo'q. 4-bo'riqatda bitta bo'riqani Bilmayman shu. Qidiraman. ichiga kirib ketgan Yeb bo'lsa qo'yishdi. ichiga kirib ketgan bo'lsa kerak u. Mayli, hozircha ularni yig'ib ketaylik. To'xta, endi qidirishga bo'lmaydi. Yo'q, ko'rinmaydi. Oldida emas u. Biz qaytib kelguncha paydo bo'ladi. O'rtoq, umidimizni yo'qotsak ham bo'ladi bu ketishda. Ha. Bunaqa bo'ldi Esa degani. qaysi knopkaga ekran yoqadi, videoni yoqadi? Ha? Qaysi knopkaga videoni yoqadi? Control Shift E. Nimaga? Ctrl Shift R. E. Qisqasi, hozir men qanaqasiga ovqat olish mumkinligini ko'rsatib turibman. To есть hayvonlarni o'ldirish. Eng boshida faqat Живодерlik xullas. da. Kim tushungan bo'lsa shunda sujlang. Na всякий случай. Mana. O'rtoq senga Lekin bu ish topdim. Quyonni oyog'ini ilanibdi. O'z Roblox'ni kim detski desa, mana ko'ringlar. Живодерlikka majburlaydi bolalarni. Hali shu detskimi? Qani? Oldida. Ha. Kim Roblox detski degan bo'lsa, endi o'ylab qaranglar yaxshilab. Bolalarni живодерlikka olib boradi. Осуждаем. 100%. Осуждаю. Yo, rostdan endi kim Roblox detski degan. Detski o'ylari ham bor. Lekin bo'lmas. Bor, tan olaman, lekin aslo u просто hype uchun dengi. Money check me out. Bo'lmasa, unaqa o'yinlar kirmaydi. O'zi Roblox o'ynam deb bo'lmaydi, nimaydi. Shuning uchun biz bu o'yinda kun o'tishga harakat qilamiz. Lekin 100% o'xshaydi deb javob bera olmaymiz. Chunki sayyohlar o'lish yaxshi bo'ladi. Mani o'lishmaydi. Nima qilib o'lsam? O'rtoq. Bitta ham bandaj qilmaydi o'yinda. Qisqasi, mamutlar bor, qanaqasigadir o'lib ketmagan bu vселенныйda. Bu vселенная bizdan 2000 yil oldin orqada. O'rtoq, unda qanaqasiga revolver o'ylab topishgan? Bu osmondan tushgan. Yo'q, unda tushuntirsa bo'ladi endi. Mayli, qisqasi, hozir главный zlodeyni ko'rsatishga harakat qilaman. Chiqadigan bo'lsa. Birinchi kun tugashida chiqadi. Biz ko'rmadik просто. Mana alien. Qani? Qanaqadir mutatsiya olgan alien. Qani alien? Katsana. Ha, o'tsoq. Hamma bo'lishi mumkin bo'lgan возможный zlodeylar tanlashdan именно mutiruющий alien tanlashgan biladi mana. Mutatsiya qilgan. Radioaktivniy Bo'tga radiatsiyani qatdan kelgan. Radiatsiya. Men bilaman qattanligini. Qattan. Quyoshdan. O'rtoq, biz hozir undan nima ketishimiz kerak? Yo'q, oldin kelgan. Yer hali o'zini hozirgi versiyaligi esidan chiqib qolganda. Bo'ldi, tushunarli, logik bo'lib qarasa. Birinchi bo'ri topilmadi. Oxirgi bo'ri degani. Qattanligini hech kim bilmaydi. Birinchi balaning uyidagi. Lekin
ancha teoriya bor mana shu o'yin bo'yicha. Nega syujetda shunaqa o'tirish bo'yicha bilmadim mana shuni, lekin mayli. Hozir qiziq. Saydaharda hozir bu o'yinda ham klasslar bor. Saydaharda hozir Qisqacha azartli игрок. da qimorboz desang ham bo'ladi просто. Boshqa hech Hmm. narsa. Manda esa o'zga sayyoralik. NLO Hmm. jurnalist tilida. Bu O'rtalik bu kun bizlarni bu kechasida bizga o'zga sayyoralar kelishi kerak. примерно 100%. 100%. hammasi ham kelmasa kerak endi. Vayna deb. Vayna deb kelmaydi, endi ikkitadan tushadi yerga. Juda Ustimizdan o'tib ketayotganda просто yiqilib tushadi. Ko'zga qaramagandan. O medkit. Bu yerda hali ancha eventlar bor yetarlicha. Rosa ko'p. Bu faqat Biz asosiy qismi yo'qotilib turgan просто. asosiy qismda ikki xil biom bor edi. Yangi yilga обновление chiqqani uchun ular olib tashlab turildi hozircha. Atak o'zi sayda zo'r. Bilaman. Aytdimmi? Voy eslatdimmi bola? Esinglarda? Ну зато yeday ketmay turibdi o'rta. Hozir ketaman, bandajim bor. O'rtalikka vaqtida topmanda medkitimni. Medkit man ishlataman. You stupid. No. Ham kerak? Yo'q. Bor? Bor. O, shu tutib tur, hozir kelaman. Mana shu tur, xo'pmi? Ну qisqasi bu yangi yillik event bilan kelganlar elf qattiq kelganini bilmadim. Agarda Qorbobo yoki Santa bilmadim bu qaysi biri. O'zi kelishi kerak emasmi baribir? Elflarsiz. Liba bitta multfilm syujetiga anu qiladi. Qaraydi. Bilganlar bildi. Tushunmagan. Da. Bu naravonni men Olov yonidagi qopchada sotib oldim 15 tangaga. Tangalar karta bo'yicha o'zidan o'zi paydo bo'laveradi. Nima tushdi? O. Menga kopyon tashlab bermadingmi? Mana. Menda yo'q. Shu almashtiriladi o'rniga. Qancha zo'rni almashtirsa shuncha almashib ketaveradi o'ziga. Joyi bilan. Yana nima aytib bersam bo'ladi? Bu yerda menga qaraganda to'g'ri yaxshiroq biladi hamma narsani. Bu ham to'g'ri. Bu yerda kultistlar bo'ladi. Shu alenga поклоняться qiladigan. Ular o'zining dini bor. Shu alen ular uchun bog'. Alloh degan ma'noda. Ular har bir. Libas просто boshqa bir sabab. Mana. Sabab yo'q. Vinovnik seva торжества qo'yiladi. Ular bu o'rmonga tashrif buyurganlarni yomon ko'radi. Shuning uchun har 5-10 kunda kelib olovimizga ataka qilishadi. To'g'ri, lager. Lagerimizga deb. Ha. To'g'ri aytdim. Mini lager. Qisqasi примерно tushundinglar syujetni. Aslida bu narsalar ham bor. Qanaqadir sava ukki shunaqa ko'rinishda. Lekin ular silishgan. Ana Ali. Bizdan Ali. Qochib yuribman. Mana shu bollarni qanaqasigadir qachgadir tiqadi. G'orchiligi chiqib keladi eshigini yopib, qandaydir kultislar yopib. Lekin просто rost gapni aytibman.
kстати xohlasanglar ikkalamiz qanaqadir video olishimiz mumkin. Qanaqasiga yashayotganimizni buni o'zi xohishlarga qaraydi. Ham o'zlari xohishlarda Yozib hammasi. Orta o'y ketdimi? Yo'q tekmi? Na. Kiramizmi, o'tamizmi? Давай, все-таки bemalol ближник turib bera olaman senga. Sen bilijnikman dallik. Manda danik Давай, bo'lsa normal оружием yo'qda. o't yoqa. Bu tarafda. Nara qoch. Qoch, Belkin. Bu moltda shunaqa abelkasi bormi sizlar? Ha. O'zini abelkasi bor. Chetda poloska turibdi. Bandaj ishlatoraman bu chiqdi. Ishlatormanda ikkita aptechka bilan bitta bandaj bor. What? Anularni o'ldirdi. Bo'ldi. Narvani tekshiruv. Sen tekshirmaydi. Narvani. Ishlaydi degan. Proverkadan o'tdi. Sunduq ochish kerak. Так, sunduqdan bizga branya, yangi branya tushdi. Menga bersang bo'lardi. Zato yo'q, mani оружием bor-ku, senga qaraganda. Voy, uy. Nima tushdi? Bu almashiylik. Branyani yechib bo'lmaydigan. Yo'q, mani оружиемga. To'g'ri, senga mos keladi, chunki qara, eshit. Mani оружием o'qi kam ketkazadi, energiyani, seniki esa ko'p ketkazadi. Mani branyamni ursa, tezroq to'ladi mani energiyam. Shuncha almashaydi olmadim. Qisqasi bu bitta eventlardan biri. Ha, bu bitta eventlardan biri. Men просто bitta abelka ishlatganim uchun 100% bilan bo'ldi. Men ketdim. Hop. O'ylan. Ana, kultistlar ham keldi ulov yoniga. Biz hozir ulov yoniga olib ko'rsatdik. Nega? O'rtasan sprite qilmasam kerak. Sizga xipam o'lib yotibdi. Hop. Ana alien o'sha turibdi. O'sha turibdi, qarab turibdi, chunki ulovdan, yorug'likdan qo'rqadi. Yorug'likdan u kuyadi tanasi. Yo'q, unchalik kuymasa kerak, просто klass. Yo'q, kuyadi. O'rtoq, sen ham ko'zingga shunaqasiga yarqisni maksimum qilib qo'yganda yoqmasa kerak endi ko'zingga. O'ylab qara. To'g'ri. Telefonni yarqisni maksimum qilib qo'yganda oldinga yoqmaydi-ku. Chunki akada ham shu примерно shunaqa situatsiya bo'lsa kerak. Bu ham to'g'ri. Bu qisqasi o'yinning asosiy maqsadini tushundinglar. Eng o'zim o'yinning maqsadi shu. Yagona maqsadi. Lekin bu yerda ko'proq odamlar bolalarni qutqarish bo'yicha emas, kim ko'proq kun yashash bo'yicha kim yaxshiroq ketib qolib bemalol o'ynash mumkin. Bemalol o'zi tirik qoladigan baza deganlar yaratish. Bazalar esa. Da. Sen qatta olding buni? Qatta olding yozsam? Dense 2 yozing.
Said hozir chiqishga yordam berasan menga. O'rtoq. Qara. Hozir men reset qilaman, sen men turishing kerak. Ha. Uxlaydi. Sumkangga qarasang, men turishsan, davay. Ey! Qandoq qarasan endi? Yetib kela olasan maktabga? O'rtoq, nima deb bosish kerak? Mundoq hozir tashlaymasangda. Shundoq. Ha. Qara, shift lock bosishing kerak bo'ladi-da. Unaqasiga emas. Xullas, yo'q, unaqasiga emas. Shift lock o'chirib tur. O'chaq. O'chirmi? Ha. Endi deb polni eshikka qarab turibdi, yaxshilab, yaqinlashib. To'xta. Bitta man, ikkitami, Bunaqasi bitta man. Dance 2ni yoz. Yozdim. Endi ekranini eshikdan o'tqaz. Yo shift lock o'chirib turib. O'xshamadi. Qara, shift lock yoqmay tur. Umuman Yoqmadi. o'chirma. Yoqma. O'chir. Devali ham yuzing bilan eshikka yuzing bilan yaxshilab yopishib tur. Dance 2ni yoz. Ekranini shift lock yoqmasdan o'tqaz eshikdan. O'tqazdim. Endi shift lock tez yoqqanda men tarafga yur. Nega mozg? O'rtoq, nega o'zi shunaqa qildi? Zahvat ekrandan yoq. To'xta tur. Вот. Xullas qara, shift lock yoqishing, shift eshikdan o'tkazishing kerak o'zing ekranini. O'tqazib oldim. Eshikka urinida qilib. Rovna eshikda bo'lib turish kerak. Keyin- ichiga bo'lib turish kerakmi? Ha. Xullas keyin test shift lock yoqasanda keyin sразу D harfini bosib turasan. To'xta tur. Zahvat устройствоni yoq Discorddan. O. Yoz, dance edi. Yo'q. Yoz. Yuvar. Yubordim. Tak, endi ekranini devordan o'tkazsan. Yo, unaqasiga polni emas. Eshik ko'ringlar. Ha, shundoq. Endi shift lock tez yoqqanda sразу anaqa qil. Man tarafga yur. Voy, to'xta. O'sha volk topmadimmi-ki? Yo'q. Uni qizil asheniki bo'ladi. Chortasmi? Volk o'zi qattiq ekan. Vannaj ol qo'lingga. Oldim. Yo, polni ol. Harfini bos. Ekranni eshikdan o'tkazib meni yonimga chaq. To'xta, tashlaversam o'yinni просто. Menga yetmaydi. Las. Men tarafgacha yetkaz ekranini. Meni yonimgacha yetkaz. Yonimda bo'lsin-chi. Yetmay turibdi mana. Ha, vay. Qaytibdi o'yin. Reset qil. Mayli. Ha, o'yin. To'xta, o'yindan chiqaylik, to'xta. O'yindan chiqaylik. Qaytadan qilayotgan yo'q. Video qaytib olma. Videoni qaytib olamiz endi. Bu yerni kesib tashlama, o'rtoq, qo'rqma. Keyin ham yo'l qilib qoldiraman. Yoki. Letsiyani yozamiz meni qaytadan. Na, просто endi qoldim. O'rtoq, Boshqa. videoni o'chirgandim. Nima? Mayli, qisqasi. Ovozgacha texnik nepalatskiy bo'ldi. Lekin давайте уже lobby bo'yicha gaplashamiz.
qisqasi lobby bo'yicha. Mutta odatda odamlar yuradi и agarda privatkalar bo'lmasa, lekin privatka tekinga. unda shuning Shuning uchun faqat ikkalamizmiz hozircha serverda. xalaqit berishmaslik uchun boshqa odamlar xalaqit bermasligi uchun video olishga shunga privatkaga И hozir Çünkü shu faqat- gapiramiz и klassga qo'yaylik. Qisqasi mana. Mana bu yerda klass leba shu mana shu yerda yozilgan bo'lishi kerak. Klassda. bu yangi klass bir haftaga yoqilgan. 1000 ta game turadi, 1000 ta olmos turadi. Mana bu chap- chap tarafda pastdagi gemlardan turadi. 1000 ta kerak. 1000 ta gem yig'ish qiyin. Agar donat qila olsanglar, keyin 500 Robuxga 700 gem sotib olsa bo'ladi. Lekin maslahatimni oldim shunaqa Ha. Hozirgi 1000 gem yetilgan klass olish umuman tavsiya bermayman. Chunki maslahat beraman. Prosta yomon. Prosta bu baganli klass ham buni plusi yo'q o'zi. Berilgan narsalari buzilgan. Birinchi eng arzon klass. Hozir yangiligi skidlar bo'lgani uchun arzon o'tiribdi hozircha. 8. Bu o'yin boshida penalik beradi. Ham ovqatingda sekiroq ketadi. Ikkinchi, uchinchi levellarni o'zinglar o'qib tushmasanglar bo'ladi. Keyingisi esa Chef. Oshpaz. O'yin boshida murch bilan paydo bo'lsa kerak. Murchmi, tuzmi bilmayman. Xullas bu ovqatlarni yaxshiroq qiladi. Keyingi klass. Sapr. Qasab bu bandaj bilan bo'ladi. Keyin esa o'rtoqlaringlarni uronini ikkiga bo'lib o'zingizga berib, uronini o'zingizga olishsa, keyin esa uronlar yaxshiroq bo'ladi. Birga bo'lganinglarda. qancha o'rtoqlarga yaqinroq bo'lsanglar, shuncha uronlar ko'taveradi. Ikkinchisi esa qisqasi brut esa prosta varvar desak bo'ladi. Shit bilan ana paydo bo'ladi. Bu tank. Uronni kamaytiradi. Ikkinchisi shit bilan o'zingizlarga qarata olishinglar mumkin. Dushmaninglar. Keyingisi baliq tutadigan. Baliqchi. Уже faqat Buni tushunsangiz bo'ladi. Tushunsangiz bo'ladi. Nomidan ham bilinadi. Keyingisi Berserk. Bu faqat Bravler Berserk. Keyin bilan paydo bo'ladi. Otadigan оружиеlarni ishlata olmaydi. Faqat kapiyon hibisi bor. ham nechadir foiz оружиеga qo'shib beradi. Uron 30% ekan. Snegayik yangi klass bu. Qor bola. O'yin boshida qor pushkasidan paydo bo'ladi. Bu pushka kuchli emas, shuning uchun olishga maslahat bermayman. Uni o'rniga ko'proq o'zga sayyoralik maslahat beraman olish uchun. Bir xil stoyimiz. Narxi bir xil. Lekin оружиеsi bo'yicha kuchliroq. Endi Keyingisi o'lik. zombi. Qisqasi O'lik zombi. bonus oladi tirilganlardan keyin. Menga o'xshaganlarga mos. Saydaharga mos. Otasi ham bo'ladi hozir o'zida. Olovli bandit. Bu o'yin boshida olovli arbalet bilan olovli nima nomi? Давай зелье просто aytamiz. Zeliya. Plus bu klass lavali biom paydo bo'lgan. Narxi o'ziga mos emas. 2 marta arzonroq bo'lsa ham mayli, yaxshiroq bo'lardi. Maslahat beraman buni ham olishga. Keyingisi Lekin o'zlariga yoqsa.
qisqasi hayvonlarni o'rgatishga yaxshi. Ha. Sirashi bemalol 3 ta borni aniq qilishlar keyin sirashi 3 ta steyk bilan boshlaysizlar и 5 ta maksimumgacha oshadi. Ну, bo'lishi mumkin pitamislar 2 tadan примерно. Oddiy odam bu klass yo'q odamlarda ikkitagina pitons qila oladi, lekin bu 5 ta qila oladi. Да. Masalan, Hozirgi payt ну, bemalol mamutlar armiyasi. hozir bu klass kilkada, shuning uchun olsanglar bo'ladi. Vaqtida. Assassin. Bunisini san ayt. Assassin o'yin boshida katana bilan kunay bilan paydo bo'ladi. Kunaylar 120 ta bo'ladi, katana kopyodan ozgina kuchliroq bo'ladi. Kunaylar uruni kattaligiga olsanglar bo'ladi, lekin qimmatligi haqiqatan anchagina yig'ishlik kerak bo'ladi olish uchun. Ну, уже faqat Naruto fanlar yig'sa kerak. Ha. Keyingi Grozny Охотник. Bu klass gapir. qisqasi bu boshida sirashi bitta avtomat bilan paydo bo'ladi и 12 ta patronasi bo'ladi boshida. Keyin esa plyus oladi boyagi hayvonlardan masalan nimadir shuni almashtirib o'shandan plyuslari boshqacha bo'ladi, ko'proq. Sal o'zgartiraman gapingni. Bu hayvonlarni terisidan yoki lapkasidan ishlatib o'ziga olib, o'ziga bonuslar oladi. Да. Ну, Разбойник. давай просто rostdan ham sotib olgan yaxshiroq bo'lgan ularni aytib chiqamiz. Bo'ldi, aytaman. Birinchi o'rinda aytadiganim bu medik. Medik bu yaxshi klass. Да. O'yin boshida 2 ta bandaj va bo'ldi, 2 ta bandaj bilan paydo bo'ladi. Odamlarni 5 marta tezroq turg'izadi. Keyin 3-level qilgandan keyin bitta bandaj va bitta aptechka bilan paydo bo'ladi. Aptechka tirik odamni agar joni ozgina bo'lsa, Полностью. ishlatilgan keyin polni to'ldiradi oxirigacha. Keyingi klass bu lesorub. Lesorub ham yaxshi. O'yin boshida хороший topor bilan paydo bo'ladi. 20% bilan daraxt sindirganda bitta ko'proq daraxt tushadi. Keyin kuchayveradi o'zi bu foiz ko'tarilishadi va daraxtlar tushishi ham ko'payadi. Ranger. Bu ham o'yin boshiga mos. O'yin endi boshlayotganligi mos, lekin agar revolver bilan o'ynashni bilmaydiganlar bo'lsa, bilmaydiganlar kam bo'lsa kerak, bilmadim. Bu klassni olishi sovet beraman. Maslahat beraman, olishi yaxshi bu ham. O'yin boshida bitta revolver, bitta fanarik va 18 ta o'q bilan paydo bo'ladi. Ikkinchi o'rinda 10% bilan o'q ishlatilmay qoladi. Uchinchi o'rinda esa 30 ta o'q bilan boshlanadi 18 ta o'rniga. Keyingisi o'zga sayyoralik. O'zga sayyoralik lazerli pistolet bilan paydo bo'ladi o'yin boshida. Qisqasi boyagi kirganimiz faqat siraji boshidan olasizlar o'shani orasini. Ha. Kechasi yaxshiroq ko'rinadi va o'q lazerlarni energiyasi tugab qolsa, yugurishga kuchi yugura olmay qolasiz. Bu minus. Ikkinchi o'rinda energiyalar tezroq to'ladi. Uchinchi o'rinda esa energiyalar to'liq bo'lganda tezroq yugurasiz. Va chef power. Bu ham yaxshi. O'yin boshida ovqat pishiradigan kastrulka bilan paydo bo'ladi va kuniga retsept bilan paydo bo'ladi. Retseptlar bilan yaxshiroq ovqatlar pishiriladi va qisqasi bemalol nasishni nisbatan bo'ladi. Masalan, eng yaxshi ovqat chef bo'lmagan odamlar uchun просто sho'rva bo'lsa, bunda даже shashlik shunaqa ketaveradi. Ha, bu ham to'g'ri. Va oxirgidan bitta oldingi sovetim kiborg.
kiborg olish uchun anchagina vaqtingiz ketadi. Kiborg olishdan oldin o'zga sayyoralarni olish maslahat beraman. Keyin o'zga sayyoraliklar bilan birga yaxshi maslahat beraman, chunki osonroq bo'ladi. Bu o'yin boshida man boya sayyoralardan olgan pushka bilan va menga tushgan sinfdan kiyim bilan paydo bo'ladi. Nima desam bo'ladi? Energet o'zini plyus bilan minusi bor. Masalan, bu yaxshiroq ko'radi, juda yaxshi ko'radi tunni, lekin esa agarda zaryad tugasa, mana bu orужияda uron bilan mana shuni zashtasi kamayadi. Ha. Bo'ldi. Endi eng oxirgisi, eng sayt beradigan narsa. Oxirgisi bu piromanyak. Piromanyak bu o'yin boshida огнемет bilan paydo bo'ladi. Огнемет bochka va anaqa benzin bilan to'ldirsa bo'ladi. Qanaqa monsterga bo'ri, ayiq, quyon nimani o'ldirsanglar ham o'shani o'sha tayyor pishirilgan tushadi. Bo'ldi. Qolganlari uni sovet berganlarimdan emas, vampir umuman sovet bergan вообще nimasi ham masalan dальний bo'yni оружиеsi ham yo'q. Agar o'zingizlarga mos deb o'ylasanglar sotib olishingiz mumkin. Bu meni мнением. Shaxsan o'zim olishim mumkin. Nekromant. Nega desa, Aytib bering. qisqasi nekromant menga yoqqani sababi bemalol boyagi best master bo'lib, katta hayvonlar ham qolishiga o'sha faqat o'zi kul Teparadi. Nekromant o'yin boshida unga posix beriladi. Nekromantga u posix bilan 3 kultistni ruhini olib, bitta kultistni turdira oladi. Bu 100 ta kultistgacha o'ziniki qiladigan klass. Shuning uchun agar shunchalik ko'p vaqtingiz bo'lsa, sayt beraman olishga. Bugunga xoslashalik shu xohlasanglar bu o'yinni o'tishimiz mumkin va bundan tashqari yozib qoldirishinglar mumkin. Biz bilan o'ynamoqchi bo'lsanglar. Просто niklari Robloxdagi qaysi o'yinligini. Biz esa bu o'yinni oxirigacha o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Bugunga yetar. Yo'q. Ke. Charchadi gapirib. Yo'q, men boshqa narsa qilmoqchiman. Mana tushunib qoldim. Nima olmoqchisan? Ana bu. Ayo, tushmadi, bo'ldi. Yo'q, gapimni ishlatib o'tirmoqchiman. 25 ta ishlatdim. Bo'ldi, o'yin bu. Bu hammasi gayd bo'yicha, obzorimiz bo'yicha. Shaxsan Biz esa o'yinni boshlaymiz. O'yin Robloxda yomon emas. Unaqa deyish Yaxshi. O'ylagandek ba'zilar, lekin detskilligini sabab ba'zilar ko'rinishda bu просто sababi ko'p animatorlar detski tarafga o'tkazib yuborgan. Detski kontentga shuning uchun ham shunaqa deb o'ylashni boshlaganlar boshqalar. Shaxsan o'zimga yomon o'yin emas, lekin ozgincha qiziqmasligi bor. Nega desa bir xil bo'lib ketadi yo'g'i birinchi o'ynagandan keyin. Ha, bu ham to'g'ri. Birinchi o'yindan keyin ba'ziga yoqib qoladi, ba'ziga yoqmay qoladi. Men sayyoralarga yoqmaydi. Ko'proq yoqmay qolgan lagerga ketib qolganman. O'rtog'im Shohruh esa boshqa lagerga to'yib yoqqan. Chunki nima bo'ladi? O'yin qiziq men uchun. Ko'p AFK o'yinlarni yoqtirgan o'zi, lekin bu o'yin yoqib qolgan menga.
Bu o'yin ko'proq AFK bilan bog'liq, chunki ko'proqda bazalar qurib, просто AFK turadiganlar bor. No, Mana bu shulardan bittasini bilaman. no, bu bizni shaxsiy mening subyektivniy o'ylashimiz. Agarda boshqacha bo'lsa, sizlar o'ylaydigan narsalar yozib qoldirishinglar mumkin. Qiziq bo'ladi u eshitish, o'qish. Va o'qish. No, yangi yil yaxshisini tilab qolaman. Hamma niyatlarga yetib olinglar. Ha, Biz esa xayrlashamiz. xayr. Hammaga xayr.